Física no mojiza, honey in the yoga. Atom nothing like to, going up the hard to. Física terapiyot, kashfiyotdan kashfiyot. Energiya irik, yangi yo'llar mevzuda. Fizika bilan yasha. Har kuni yangi quvvat, kosmosda ozod bo'l, fizika dunyosida. Qaysi xosasi dedi? Optik zichligi katta bo'lgan muhitdan optik zichligi kichik bo'lgan muhit o'tayotgan vaqtda nima bo'ladi dedik? To'la ichki qaytish xosasi ro'y beradi. To'g'rimi? Ya'ni sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitga o'tayotganda ma'lum bir burchakka yetganda nima bo'ladi? To'la ichki qaytish xosasi ro'y beradi. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizmi? Faqat o tomonda yorligimiz tarqab ketgan sababi agar yorlik nuri demak bu optik zichligi katta bo'lgan muhitdan kichik bo'lgan muhitga o'tayotgan vaqtda shunaqangi chegaraviy burchak bor ekan. Bu bir muhitdan ikkinchi muhitga nima qolar ekan? O'tmay qolar ekan. Bir yorlik nurni qaranglar, nima qilyapti? Birinchi yubordik, keyin burchakni nima qilib boshladik? O'zgartirib boshladik. To'g'rimi? Mana birinchi holatda demak to'g'ri o'tib ketgan bo'lsa, ikkinchisida ham yorlik sinib o'tdi, ham qaytdi. To'g'rimi? Demak, o'sha burchakni oshirib o'zgartirib boraverganimizdan keyin ma'lum bir burchakdagi darajaga yetgandan keyin nima qildi? Ikkinchi muhitga o'tyaptimi? Yo'q. To'g'rimi? O'tmay qolar ekan. Bu o'sha chegaraviy burchak hisoblanadi. Bu o'sha ikkinchi muhitga o'tmay qolishi to'la ichki qaytish deyiladi. Tushunarlar? Bu bilasizlar, internetlarimizda optik tolali shishalarimiz bor. To'g'rimi? Biroz Wi-Fi'lar topib kelinganki, o'tkazib aytdik, mana bu kabellari bor. O'sha Wi-Fi simini kimdir kesib, yo bo'lmasa bu yerda nimaga ulayotganlarni kimdir ko'rgan bo'lsa, o'shida sim bor, o'sha simning yonida ingichka shisha tolasi bor. Ana o'sha optik tola hisoblanadi. Tushunarli? Demak, bunga yorlik nurini yuboradigan bo'lsak, nima qilmaydi? Bir minut ikkinchi minut o'tmasdan turibdi deylik mana shunday bo'ldi. To'g'rimi? Agar bunga demak ma'lumotcha yozib yuborsak, o'tmaydigan nima qiladi? Shuning ichida harakatlanadi. To'g'rimi? Tushunarli? Bilib oldikmi? Va Tinch okeani, Atlantika okeanida o'tkazilish optik tolasi ham demak Osiyo bilan Amerikani nima qilib turibdi? Bog'lab turibdi.